Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport channelidagi videoni bosaman burun kanalga tirkelib, videoga like bosuvni unutmangizlar. Golovkinni yenggan Caneloga sarapchilar ko'ngli to'lmadi. ESPN portali barliq salmoq darajasi bo'yicha eng uzluq bokschilar tizimini jariyaladi. Saul Canelo Alvarez Qozog'istonlik Gennadiy Golovkinni yengganiga qaramasdan atalmış portalında turaqda 19 sarapchisi Canelo birinchi o'ringa qo'ymadi. Meksikalik sportchi tek 5-o'rinda tur. Tomenda sarapchilar fikr bo'yicha eng uzluq 10 bilg'ari qo'lqop sheberining tizimi. Birinchi o'rinda Terence Crawford, ikkinchi Naoya Inoue, uchinchi Errol Spence, to'rtinchi Alexander Usyk, 5-chi Canelo Alvarez, 6-chi Tyson Fury, 7-chi Artur Beterbiev, 8-chi Dmitriy Bivol, 9-chi Shakur Stevenson, 10-chi Vasiliy Lomachenko. Eski salayıq Alavers Las Vegasdagi trilogda Gennadiy Golovkinni jengib, ikkinchi o'rta salmoqda WBA Super, WBO, WBS және IBF belbevlarini qo'rg'ab qolgan edi. Ex-chempioni Caneloning tegi meksikalik nokautchidan qo'rqatini betini aytdi. Alemning burungi chempioni, hozirgi tanda boks sarapchisi Poli Malidianji meksikalik Saul Canelo Alvarez mixti bokschimen chiqpas uchun siltov aytib jur degan o'yda. Canelo meksikaliqlarмен ayqasqa kelmaytini aytib, tegi meksikalik AQSh bokschisi David Benavides'pen jekpe-jekda bas tortgan bo'latin. Bu bir turli qiziq, tegi meksikaliqlarмен chiqpayman degani. Kishi Julio Cesar Chavez meksikalik emasmi? Ol nashar bokschi, biroq Alvarez o'nime ayqasda. Demek boshqa meksikanlarмен yaxshi judraqtassa, ularga yo'lig'in kelmaydi qo'y. Boshqa siltov topsancha, Benavides'pen chiqqin kelmese, yaxshiroq siltov ayt, dedi Malianji. Sizlar men sport channellari bo'ldi. Videoga like bosib, kanalga podpisatsiya bo'lishni unutmangizlar.